Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Gem Cobalt 2024-25 yil yangi chiqayotganlar magnitofoni yaxshi chiqmayapti kolonkasi. Avtomatik sekretni menyulari bor, buni hozir ko'rsatib qo'yaman sizlarga qanday to'g'rilashdi. Masalan, hozir kolonkani birlatadigan darajada bu. Keyin equalizerni ham to'g'rilab qo'yasizlar. Ovozi slishkim baland bo'lib ketadi. Qarang. Уже слишком baland. Buning uchun nima qilamiz? Xoni tugmasi bilan bu ikkalasini bir vaqtda bosib turamiz. 5 sekundda secret menu chiqadi mana. Mana shu birinchida turgan gemlarni ustiga bosamiz. O'rtadagi tugmani ustidan bir bossangiz shu programmaga o'tadi. Bundan oldin biz sound tuningni yoqib qo'yamiz. Mana ustiga bir bossa yonadi. Hozir menda yoniq edi, o'chirdim. Mana endi yoqib qo'yaman. Sound tuning yondi. Endi gemlarni ustiga bosamiz. Mana gemlarni ustida. Menda hozir gemlarda turibdi. Mana gemlan enable disable o'shanga o'tgandan keyin avtomatik o'zi bu yerda o'sha yozuv chiqib qoladi. Menda hozir muzika turibdi. Tak. Получается, undan keyin equalizerni to'g'irlaymiz. Настройка settings, настройка звук. Низкий частотani 4 ga olib kelamiz, средний частота 0 da turadi, высокий частота 12 ga qo'yamiz. Qolgani, главныйsi bu equalizer. Mana shunda tursa bo'ldi. Cho'tga chiqaradi.